ayol keldi, o'zi do'mboqqina keldi. Menga mashtumga lipolitik qilib bering dedi. Qila olmayman. Negaki kor qilmaydi. Uni effekti bo'lmaydi. Juda ham katta jirovaya prosloyka bo'lsa lipolitikli ishlamaydi. Unda уже liposaksiya, то есть пластическая хирургия qilish kerak bo'ladi. Smas lifting, smas lifting bor bizda apparatный ультразвуковой smas lifting da yaxshi. No unga ham kerakli odamni tanlash kerak. Negaki smas lifting qilinganda nima degan smas lifting? Bu ultrazvuk orqali kuydirish, terini kuydirish. Teri osti yog' kletchatkasi, mышца va terini qisqartirish. Грубо говоря, kuydirish. Qisqartirganimizdan keyin xuddi go'shtni qovurayotganimizda qisqaradi-yu, lahm go'sht. Xuddi shunaqa ultrazvukovoy smas liftingda ozadi yuz. Yaxshi protsedura, zo'r protsedura, lekin keyinchalik plastik operatsiya qilmoqchi bo'lgan ayollar xirurglarga juda ham qiyinchilik yaratib beradi. Negaki u yerda hammasi kuygan bo'ladi. Xirurglar ochayotganda uni hammasini отсепаровывать qiladi. То есть hammasini uzadi bir-biridan. Keyin tortadi yuzini. Bu plastik xirurglarga yomon. Lipolitik zo'r narsa. Agar me'yorida jir bo'lsa terida, yuzida, badanida zo'r narsa lipolitik.